Eng xavfli kasallik saraton emas, yurak xastaligi ham emas. Eng xavfli kasallik qalbning o'lishidir. Qalb o'lsa, bilasiz nima bo'ladi? Ko'z Qur'on oyatlarini o'qiydi, lekin ta'sir qilmaydi. Til zikr qiladi, lekin xotirjam bo'lmaydi. Tana ibodat qiladi, lekin qalb Robbisiga yaqinlashmaydi. Shuning uchun ba'zi inson ko'p ibodat qilsa ham ichidagi bo'shliq ketmaydi. Menimcha inson ixlosni, tafakkurni va tirik qalbni mahkam ushlash kerak. Keyin yana bir gap. O'z oilangizga nazar soling. Xonadon ahliga munosabatda qo'pollik, haddan ziyod qattiq qo'llik qilayotgan bo'lsangiz, Allohning kitobidan uzoqlashibsiz. Chunki Qur'oni Karim insonning hissiyotini mo'tadil qiladi. Faqatgina tafakkur tarzini isloh qilibgina qolmay, his-tuyg'u olamini ham tuzatadi. Agar qalbingiz hanuz xotirjamlikni topolmayotgan bo'lsa, ko'proq qalbingiz bilan yuzlashishingiz kerakdir. Bunda sizga Qur'on qalbiga safar kitobi katta yordam bera oladi. Qalbingizni Qur'on orqali davolang.